to'g'ri yo'lda sudralib yursang ham harom yo'lda chop ketayotganlardan uzoqqa borasan. Harom yo'lda chop ketayotganlardan uzoqqa borasan. Akim, akalar, ukalar, do'stlar, musofirda yurgan aka-ukalar, parvoz aka-ukalar, hammangiz sog' salomatmisiz? Oilalaringiz tinchmi? Bardam baquvvatmisiz? Parvozlar chempionlar katta bo'lyaptimi? Kamida chempion bo'lsin. Birgalikda aka-ukalar, jo'ja zakaz qilib qo'ygan aka-ukalarimizga bergan va'damiz bor. Nimaga deganda bu jo'jalarimizni tez ko'rsatib boramiz degan. Shu va'damizga vafo qilgan holda bugungi videomiz jo'jalarimizni bitta ko'rsatib o'tamiz. Bo'lsam ketdik. Aka-ukalar, mana bedasini ham donini ham beramiz. Birgalikda keyin aytadigan gaplarimiz bor, aytib o'tamiz. Aka-ukalar, mana xudo xolasa shu iyun oyiga zakaz qilgan aka-ukalarimiz shu may oyiga ko'chdi. Xudo xolasa 100%. Mana kattalari mana o'sha apparatga qilishga deyarli yaroqli bo'lib qoldi. Yana bir shu 10dan keyin xudo xolasa 10-maydan apparatkani boshlaymiz. Akalar, ukalar. May oyidan deyarli qolmadi, bir ikkita odam qoldi may oyiga. Birinchi ana shu may oyidan bir ikki odam chiqarib yuborib, o'sha iyun oyiga zakaz qilib qo'ygan aka-ukalarimiz boshlaymiz. Keyin iyun oyidagilar mayga ko'chadi. Iyul oyiga zakaz qilib qo'ygan aka-ukalarimiz iyun oyiga xudo xolasa ko'chadi. Hozir bu yerda hozir 70 dan ziyod jo'ja yuribdi aka-ukalar. Toshni sanamadim. Примерно 70 bor. O'tgan videolarimizda ko'rsatib o'tganman. Shu 2 kundan shu 9 jo'ja, 10 jo'ja, 11 jo'ja shunday chiqib turibdi. Shunday 9, 10, 11 tuxum qo'yilganda qo'ygan tuxumlarimiz xudo xolasa 99-95% ochib chiqib turibdi. Juda ham zo'r ochib chiqib turibdi. Masalan, men 10 ta tuxum qo'ygan bo'lsam inkubatorga 5 ta zakaz olganman-da. Shtobu men shu 50% ochib chiqqanda ham aka-ukalarimizning oldida uyalib qolmaslik uchun, so'zim ustidan chiqishligim uchun ozroq olib to'ldi deganman. Xudo xolasa mana jo'jalarimiz zakaz qilgan aka-ukalarimizga xudo xolasa bemayli xotir yetadi. Nima demoqchiman? Iyul oyi yana ochildi. Iyul oyiga yana zakaz olishimiz mumkin agar zakaz qilishni xohlaydigan aka-ukalarimiz bo'lsa. Telefon nomerlarimizni ana pastda qo'yibmiz. Murojaat uchun aloqaga chiqasiz. Iyul oyiga to'lovini qilib yozilib qo'ysangiz bo'ladi. Shunchaki yozmaymiz aka-ukalar. Nimaga deganda telefon qilib yozib qo'ying deydigan aka-ukalarimiz juda ham ko'p. Обязательно to'lov bo'lsa keyin yozib qo'yamiz. Yana bitta gap, ko'p aka-ukalarimiz hanjardan zolotskiy kerak dedi yoki bo'lmasa qop-qorasi kerak dedi. Aka-ukalar, hanjarda jo'jalari bu qora bo'lib chiqadi, hammasi chiqqan paytda qora bo'lib chiqadi. Keyinchalik 6 oylik, 7 oylik paytidan o'sha zolotskiy bo'ladigan zolotskiy bo'lib ketadi. Qop-qora bo'ladigani qop-qora bo'lib ketadi. Uni hozirdan mana u 1 oylik davradan bilib bo'lmaydi akalar, ukalar. Uni qaysi zolotskiy bo'ladi, qaysi nimaga deganda hanjarda qonida naqdonutchining qoni bor. Bu hanjar naqdonutchiga chiqqan. Hanjarda zoti zolotskiy bo'lsa, naqdonutchining zoti qora, qop-qora. Shu uchun ko'pincha jo'jalari qop-qora bo'lib chiqadi, keyinchalik zolotskiy, ko'k zolotskiy bo'lib ketadi aka-ukalar. Shu uchun bir-birimizni to'g'ri tushunaylik. Zolotskiydan berdi ham bilan zolotskiy qiyin uni. Qaysi zolotskiy bo'ladi, qaysi qop-qora bo'ladi. Xulosa kelam. Mana jo'jalarimiz xudo xolasa bu yerda hammasi raketa qanot, xudo xolasa mana raketa qanot hammasini o'zi yo'q aka-ukalar. Hammasi chotki narsalar. Nimaga deganda otalari, onalarining ham hammasi
raketa qanot bo'lgandan keyin bular ham hammasi raketa qanot, chiroyli narsa bo'ladi, tikka narsa bo'ladi hammasi. Bu safar naqdonchiga juda ham urg'u berdik. Akalar ukalar, nimaga deganda naqdonchidan kelib turgan havollar juda ham ko'p, samarali 99% satgan jo'jalarimiz naqdonchidan yaxshi xabarlar kelib turibdi. Keyin ko'p aka-ukalarimiz Tysondan zakaz qilgan bor, endi ko'p emas, 1-2 ta. Tyson yo'q, hozirgi kunda egasi olib ketgan, bratishkalar olib ketdi. Endi hozirgi kunda nimaga Tyson yo'q? Sababi nimaga uni qo'shmadi? Hozirgi kunda urg'uni 10 ta, 18 ta yutgan xorozlarga ko'proq urg'uni berib turibmiz. Masalan, mana bu zilyonkalar, mana zilyonkalar hammasi 18 talik aka-ukalar. 18 ta yutgan nimani bolalari, mana shu zilyonkalar mana. Mana bu qoralar bo'lsa, bular ko'pchiligi naqdonchi, mana bu katta partiya, mana oq mana. Mana bu Chubatu, xullas Chubatu naqdonchi. Ana shu juda ham qattiq zotlarimizga urg'uni berdik. Akalar ukalar. To'g'ri, Tyson ham 6 ta yutgan, bu rost. Buni aytganmiz, 6 ta yutgan, lekin shu 1-2 raundda yutmaganda u 6 ta yutgan, xullas. Shu qiynalib bo'lsa ham 6 ta yutgan. Lekin hozirgi kunda 1-raundda, 2-raundda davradan o'ta darajada tezlik bilan yutib yurgan zotlarga urg'uni ko'proq berdik, aka-ukalar. Masalan, mana 18 talik mana. Bu 18 taliklar mana zilyonka qilingan. Xudo xolasa kamida 4 ta jo'ja olgan aka-ukalarimizga bitta mana shu 18 talikdan qo'shib beramiz. Bu 18 taliklar xudo xolasa juda ham zo'r 1-2 raundlarda xudo xolasa liboy davrada urib beradi degan umiddamiz, garantiya bermaymiz, lekin avvalambor sizni boqishingiz ham qaraydi, bu hamma narsaga qaraydi. Omadga ham qaraydi, xullas kalamda ko'p narsa bilan bog'liq. Tablashingiz, qarashingiz, boqishingiz, har xil antibiotiklar bilan chumirib, har xil dori-darmon qilib o'stirsangiz, har xil harom go'shtlarni berib tezlik bilan bu xo'roz urishib turmaydi, aka-ukalar. O'zi tabiiy quyosh nurida, tabiiy ob-havoda, aralashmadorlar bilan qurt-qumursqalarni yeb, o'sib, kasallanmasdan, o'qildori, dori-darmon olmasdan o'sgan jo'jalar bu обязательно avvalambor qonida bo'lsa, bu chempion bo'ladi, aka-ukalar. Xudo xolasa. Aka-ukalar, bugungi aytmoqchi bo'lgan gaplarimiz shular. Sog' salomat bo'lasiz, xudo xolasa. Shu iyun may oyida zakaz qilgan aka-ukalarimiz tayyorgarlik qilib turasiz. Shu mayda shu 10iga qarab 10larida xudo xolasa oprobkani boshlaymiz. Shu birinchi yozilib qo'ygan aka-ukalarimizga aloqa chiqamiz, tanlovdan yashiradi, xudo xolasa, keyin jo'jaliklar asta-sekin bilan navbatma-navbat chiqib ketadi. Yangi kanalimizga kirgan aka-ukalarimiz bo'lsa, bu obuna bo'lib qo'ying. Zarar qilmaydi. Videolarimizda foydali maslahatlarimizni berib turamiz. Parranda boqadigan bo'lsangiz, bu albatta siz uchun kerakli kanal bo'ladi. Telegram guruhimiz bor. Agar bu yerga Telegram guruhimizga o'tsangiz, parranda kasalliklari haqida ma'lumot olishingiz mumkin. Xo'roz janglarini tomosha qilishingiz mumkin. Parrandangiz bo'lsa, reklama qilib sotishingiz mumkin. Xullas siz uchun foydali. Bu Telegram guruh silkasini kommentariyada qo'yaman. Ustiga kommentariyaga o'tib, silkani ustiga bitta bossangiz, Telegramga o'tasiz. Akalar, ukalar, videolarimiz bitta ozginagina ma'qul kelgan bo'lsa, bitta like bosib qo'yasiz. Like uchun sizdan hech qanday pul ketmaydi. Bu prosto videoni ozgina tarqatib beradi. Kommentariya yozsangiz ham shu videoni ozgina tarqatishga xizmat qiladi, akalar, ukalar. Bugungi aytmoqchi bo'lgan gaplarimiz shular. Sog' salomat bo'lasiz. Yanagi videolarda diydor qadar uchrashguncha Allohga omonatsiz.